Yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, aks urishib, alhamdulillah deyishardi-da. Rasulullohni ularga yarhamukumulloh, Alloh sizlarni rahmat qilsin deyishini umid qilishar edi. Chunki Rasulullohning so'zi birodarlar duo, ijobat u. Rasululloh aytardilar: "Fayaqul yahdikumullohu va yuslih balakum." Alloh sizlarni hidoyat qilsin, aqllaringizni isloh qilsin. Qarang, bilishadi Rasulullohni haqiqiy payg'ambar ekanligini. Bilishadi Rasulullohning duosi ijobat bo'lishligini, ammo iymon keltirishmaydi. Alloh azza va jalla aksa urganda yaxshi ko'radi. Esnaganni yomon ko'radi. Chunki esnashlik birodarlar yalqovlikdir, malollanishlikdir belgisi. Endi aksa urish esa insonni nima qiladi? Odamni tetik qilib qo'yadi.